Yaxshimisilar? Tuvanda biz Windows 10 sistemasıniki til tangshash va til buloqlarini tushirishni ko'rib o'taylik. Undaqda diqqat qilinglar. Yana control panelni ichib olamiz. Ya'ni conjunmentni ichib olamiz. Ochgandan keyin qaraydigan bo'lsak, bu bir qator tizimliklar bor. Add language yana til qo'shish. Buni chekkandan keyin qaraydigan bo'lsak, mana hozir Uyg'urcha, Xanzoucha, inglizcha bu 3 xil tilniki tushiriglik. Qaraydigan option degan qaraydigan bo'lsak, maviyaga hozir tushiriglik. Xanzouchasini tushiriglik, inglizchasini tushiriglik. Tushiriglik bo'lg'achqa hozir sistem butun inglizcha. Mana Uyg'urchanikini tushirib olsak bo'ldi. Buni cheksak tushidi Mushin chekib tushirib eng ustiga chiqib qo'ysak, butun sistemimiz Windows 10 da biroqla Uyg'urcha bo'ldi Eng ustida birinchi qatorda turgani mush kompyuterniki ya'ni qandoq deymiz endi? Mo'rin holatga deb qo'ydi endi. Eng asos tanshak holatda shu til rayoniga o'tgan bo'ldi. Buni qaysini eng ustiga o'tkazsak, move up degani ustiga ko'tarish, yana Xanzoucha sistemlarda shan sha deb bor, ondan shanchu deb bor, shu bo'yicha bo'ldi. Odatda qaysi tilni ishlasanglar, shuni ustiga chiqarib olsanglar bo'ldi. Men ingliz ishlatayotgan, shunlashqa ingliz ustida. Agar til qatmoqchi bo'lsak-chi desa, tenjayu yani add language deganni chekkandan keyin qaraydigan bo'lsak, tizimlik bor. Mush bo'yicha qitib olsak bo'ldi mana. Har qaysi til buloqlarini til bo'liqini tushirib, shu til bo'liqiga tanishib olsanglar bo'ldi. Shunda qulay, shunda qo'llanishchan. Masalan, Uyg'urchani qitish uchun yo'ning orasidan buni qitib olsak bo'ldi. Tanlagandan keyin dedi, ya'ni tenja deb va shuni qitib tenja deganni qitib olsak bo'ldi Xanzoucha holatda. Inglizcha holatda mush add deganni qitib olsak bo'ldi. Ondan inglizchani qitish uchun inglizchaning maviyati bor. Qaraylik. Xanzoucha mavishu mushuning ichida har qaysi nimaning bor. Mavazir qitiqliq bo'lg'achqa yo'rimidi. Agar qitiqsiz bo'lgan bo'lsa yo'radi. Inglizchaning qini. Mana holat tizilibdi mana. İngilizce deganning har qaysi rayonlar bo'yicha mana English, Avstraliya, Braziliya, Kanada har qaysi nimaning o'xshamaydi. O'xshamagan bo'lg'achqa o'xshamagan rayonda, ya'ni mavo understand buni English xalqaro o'lchamdagi demakchi endi. Mushuni tanlab qitib ishlasanglar bo'ldi cancel. Mana bu Windows 10 sistemasidagi kirgizgich va til bo'liqini tushirib tangshash ko'zniki mushuning orqali kompyuterniki ko'rinmayizniki qaysi tilda ko'rinishini belgilab bo'ldi Mushuning o'rni orqali. Bu darsimiz tamam. Xayr xo'sh.